Şuna mas qadamki programni yazgan vaqtimizda mas o'ringa yozishimiz kerak. Yani hadisini to'g'ri tanlashimiz kerak. Agar bu hadisini to'g'ri tanlamayman, navbatgina mushkil programmani yozib qo'yib, bu programmani ko'chirib olib, masalan, kaydovunga yozib qo'ysam, programmani qo'zg'atgandan keyin mana enterni urib qo'yay. Navbatki meningki yozgan programmam to'g'ri, hech qanday xatolik yo'q. Faqat tanlagan hadisem xato. Hadisdan foydalanishchanligi yo'q bo'lib qolgan programni yozib qo'ydim. Yani bu hadisida yuz vermaydi u. Chunki bu yerda men K-aksisni qo'llanayotman. K-kod emas. Agar K-kod qo'llansam, buni basam bo'ldi, K-davin. Biroq men K-aksisni qo'llanayotman. Interconnect'si 13 degan aksis kodini olibdi. Agar aksis kod 13 bo'lganda bosmay desam, bu vaqtida men cho'qim K-press yozishim kerak. Demak, bu programmada hozir yozilish jihatda mening programmamda hech qanday grammatikal xatolik yo'q, biroq hadis tanlashda xatolik bor. Mana bu hadisning qanday o'rinda ishlatilganligining muhim. Mana bu hadisning qanday asos, mana bu hadisning qanchalik muhim o'rinda turganligininki dalili bo'ladi. Yana bir oddiy misol aytib qo'yaylik. Masalan, hadis ishlatishda. Meningki asos ehtiyojim tekst birnashidagi bir soatni chiqarib to'xtamay menib turishdi. Men timerni tanlab qo'yibman yaga. Hamda buningga loadga menda program yozdim. Soat chiqardigan. Tekst birninki teksti deganim teng time. O'xshashli soat chiqardi. Programni qo'zg'atdim, o'xshash soat chiqdi. Biroq menib turish degan shartimga mos kelmadi bu. Demak, men hadisni xato tanladim. Hamda o'xshashlanmish programmani ko'chirib ilib, timerning ichiga yozib qo'yay. Timerning timer hadisi, soatning soat hadisiga yozib qo'yay. Ondan soatningki intervalni muvofiq qilib tanshab qo'yib, programni qo'zg'atsam, har bir sekundda birdan mangadi. Demak, soatdan masal ko'rinmaydi. Mening ehtiyojim shu tuğu soatni chiqarish. Ham buni o'xshamagan hadisiga yozsam, o'xshamagan unum ko'rsatadi. Hadisiga munosabat yana bir oddiy misol ishlaylik. Tekst birning ichiga kirgizilgan tekstninki harflar, yani biz kirgizayotgan harf cho'ng harf bo'lsa, cho'ng harfdan manchitalba, sinamosh kirgizganlarning ichida cho'ng harfdan manchitalba deydigan bir uchurni chiqarib bersin. Agar cho'ng harf bo'lmasa 0 degan uchurni chiqarib bersin deydi. Yoki bo'lmasa ma'lum bir narsani boshqa vaqtimizda deyli. Oddiy qilib for jumlasi orqali tuzaylik. Bir tal komanda elib, mush komandani boshqa vaqtimda text boxning ichida nechta cho'ng harf bor, nechta kichik harf bor, yani. Bunun içindeki çoğun harfning sonini men ko'rsatib bersin, mavzusini desak, komandadanki kilkiga yozamiz program. Yozib qo'yaylik komandadan kilkiga. Dm x mrit muxtar deydigan ikki muxtarni to'g'izdim. Butun sanasin muxtar deganim dastlab qadamda 0 qimmat olsin. Dastlab qadam 0. For orqali xmir itni davrilab berayim. 0 dan boshlab nechta tekst birning ichida nechlik narsa bo'lsa, shuning sonigacha tekst birning tekstninki ichida necha dona xarakter bo'lsa, shuninggacha davrilab beray. Davrilgandan keyin men bir shart jumlasi yozdim. Agar midar qilib navbatdagi bir dona xarakterning, ya'ni tekst birning ichidagi tekstning ichiga kirgizilgan xmir it degan o'rindagi xmir it 1 bo'lsa 1-chi, 0 bo'lsa 0-chi, 2 bo'lsa 2-chi o'rindagi bir dona xarakterning aksima kodi cho'ng yoki teng bo'lsa 65 ga. Shuning bilan birga kichik yoki teng bo'lsa 90 dan. Kichik yoki teng bo'lsa 90 dan olda muxtar deganimga qo'shib bersin. Birni ham uni muxtar deganga yo'llab bersin. Ondan keyin shart oxirlashsin. Ondan keyin davrilash oxirlashsin. Tekst birninki teksti deganim teng muxtar bo'lsin. Mushu bir qancha programmani yozdim. Bu programning asosiy quroli nima? xmir it va muxtar degan ikki muxtardan foydalanib, o'shaning ichida necha dona
cho'ng yozilishga harf bor, shuni bilmoqchi. Yani bu faqat komanda besilganda. Hozir qarsam, dal qarsam muhqiman birdan cho'ng harf bor ekan. Programın xatolik chiqdi. Qarab qo'yaylik, nima xatolik bor ekan. Demak, men ma'ni 0 qilib qo'yapman. Odatda xarakterning soni 0 olmaydi-ku. Bu yerda 0-o'rindagi bir dona xarakterning qayta qo'llanmaydi. Shunga ma'lum xatolik bor ekan, men 1 qilib qo'ydim programninki boshlanish nuqtasini. Men programni qo'zg'atdim. Qo'zg'atib qarsam, bir dona cho'ng yozilishga harf bor dedi. Davos men yana yozib qo'yay, cho'ng yozilishga harf M Muxtar Rozi X MRIT hello degandek. Qolgancha yozdim-ku Muxtar Rozi XMRIT hello deb yozdim. Buningda jami 4 tal cho'ng yozilishga harf bor. Men mana biz qo'yay qani. Qarsam 4 deb cho'ng yozilishga harfni chiqarib turibdi. Biz buni meningki captioniga chiqarmoqchi bo'lgandik. Tekst yozib qo'yapman. Meningki captioni deb programni o'zgartirib, qayta qo'zg'atdim. Qo'zg'atib qarsam bir dona. Menga kelib Muxtar Rozi yaxshimisiz degandek deb qo'yay. Endi mana qarsam yana o'xshash 4 tal cho'ng yozilishga harf bor, bossam. Cho'ng yozilishga harfimiz 4 demakchi. Yani M, R, Y, D degan 4 dona harf cho'ng yozilishdi-ku. Buni men komandaning klikiga yozdim. Endi men bu programni ko'chirib ilib, shu programni ko'chirib ilib, meningki change ga yozib qo'yay. Change ga. Text birninki change ichiga bir narsa kirgizganlik o'zgarish oldiga. Komandani bosmasam bo'ladi. Basmay turib MMA xat kirgizay. Mni kirgizdim. Muxtar yaxshimisiz endi sonini ko'ryotamda changes kirgizdim. Ma'vo ikkisininki o'rni o'xshamaydi. Birisi butun shu tekstning ichidagi narsani har qatim bir harf kirgizsam, bir harf kirgizsam bir qatim programmani ijro qiladi. Ma'vo esa butun programmani agar komandaning klikiga yozsam-chi, butun programmani mush knopkani bosqa vaqtda birla ijro qilib, ma'ni bir aqlam chiqarib turadi. Bu ikkisining farqi o'xshamaydi. Ammo agar ma'ni o'chirib etdim, 3 tal qoldi, ma'vo har qatim o'zgarayotgan vaqtida ichidagi programmani change birdan o'zgartiradi. Shunga bu hadis tanlashga nihoyatda diqqat qilishimiz kerak. Agar men komandani bosqanda chiqarmi desam, birla qatim chiqarmi desam, komandaning klikiga o'zgarayotganda chiqarmi desam, tekstning change ga yozishim kerak. Ma'vo programmani bir qo'shib tushuntirib o'tay, shuning bilan hadis to'g'riliq so'zlaydiganimiz tugaydi. DM XMRIT Muxtar as integer deganimiz mushu ikki dona miqdorni butun son tiplik qilib, o'zgargich miqdor qilib, o'zgarishchan tiplik miqdor qilib belgilab oldi. Har ikkilasining qiymati programning ichida o'zgarib turdi. Muxtar deganimizning dastlab qiymati 0, XMRIT ma'vo jumla for jumlasi, ya'ni for XMRIT deganimiz tang 1 dan boshlab tekst birning ichida necha dona uzunlikdagi narsa bo'lsa, shuning ichida davriyalab birim deydi. Agar bu jumlani ma'noning ichida 5 tal bo'lsa, bu program ijro bo'lganda 1 dan boshlab 5 gacha deb o'zgardi. Hargiz bu yerda len tekst birning teksti deganimiz, mush tekst birning teksti deb qolmaydi, balkim tekst birning ichidagi narsaning uzunligi qancha dona bo'lsa, shuning o'zgardi. Mandaq murakkab funksiyalik ifodalarni analiz qilganda ichidan boshlab analiz qilamiz. Ya'ni ma'vo qaytir daval. Tekst birning ichidagi XMRIT qancha bo'lsa, shuncha o'rindagi bir dona xarakterni qaytirib ma'vo deydi. Bir dona xarakterni qaytirib degan. Ham bu akirsam shu xarakter masalan birinchi o'rindagi bir dona xarakter T. T'ning aksimal kodini chiqarib turdi. Aksimal kodi necha bo'lsa shuncha. Ya'ni bu 65 dan yuqori. Aksimal kod 65 dan yuqori, 90 dan tuyan bo'lsa bu cho'ng harflarga kirdi. Agar mushundaq bo'lsa, bir vaqtda 65 dan yuqori, 90 dan tuyan bo'lsa, u holda cho'ng harf bo'ladi. Bu cho'ng harf bo'lgan ekan, Muxtar deganning qiymatiga, ya'ni birni qo'shib Muxtarga yo'llab berdi. Muxtar deganning qiymatiga birni qo'shib yo'llab bergandan keyin bu qiymat o'zgarib, mancha yoki 1 bo'ldi, 1 bo'lsa 1, 2 bo'lsa 2 degan cho'ng sonni chiqarib turdi, shart oxirlashadi. Mushu doiraga qarab 1 dona bo'lsa 1, 2 dona bo'lsa 2 deb sonini chiqarib turdi, shart oxirlashadi. Ondan keyin davriylash oxirlashadi. Buni meningki nariga chiqarib turdi, captioniga chiqarib turdi. Shundaq. Menga mundaq shart berildi. Mush knopkani bosqa vaqtimda kompyuterning taqash buyruq qo'zg'alib,
30 sekunddan keyin yoki 5 sekund 6 sekunddan keyin taqilib ketsin deydigan. Unda bo'lsa buni komandaning kilikiga yozaman. Bu bek ko'p program emas, faqat bir qurli programma, shell orqali sistem taqash programmasini qo'zg'atib beraman. Shutdown. Andan buning parametri va st. Mushu ikki parametrni bergandan keyin men qanchalik vaqtdan keyin o'chadiganligini belgilayman. Masalan 5 sekund yoki 45 sekund deb qo'yay. Programni qo'zg'atdim. Qo'zg'atib, ma'ni bassam, menga mening vaqt kompyuterning o'chadigan vaqtini chiqarib berdi. Programda bizga bunday shart qo'yildi. Mush mouse'ninki ko'znakning ustida nada ketayotganligini teppa deydigan. Ko'znakning ustida nada ketayotganligini, ya'ni mouse'ning o'rnini. Unda bo'lsa, buni agar hadisini to'g'ri tanlasak, bir qurli programma bilan hal qila olamiz. Men ko'znakni qo'shib kelib, programmingiz rayoniga kirganning yoqi, meningki mouse mode degan hadisini tanladim. Qarasam, mouse mode X va Y dan iborat ikki tur bor ekan, endi men mush ikki turni ko'znakning ustiga qaytarib bersam ham bo'ladi. Masalan, meningki caption deganim tang X o'qta ulab birman X ni. Ya'ni ulab birman Y o'qta tang ulab birman Y ni. Dal mush Y bilan X mouse'ningki koordinatik o'rnini berdi. Programni qo'zg'atdim, qo'zg'atib ekasam mana. O'zgaradigan mouse'ni nega yo'tkisam, hozir shu hodisada yo'tkilish hodisada yuz yurib, mouse'ning o'rnini men chiqarib beradi. Y o'qtimovi, X o'qtimovi deb. Yaqin kelgan sira 0 ga yaqinlashdi. Qolgan sira 0 dan yiroqlashdi. O'rnini tepadi. Mush programninki unumini chiqarish uchun cho'qim hodisini to'g'ri tanlash kerak. Hadis to'g'risida bir qancha dars so'zlab o'tdim men. Ham tuvanda mush hadisninki qanday ishlatilish jarayoni to'g'risida bir misol ishlaydi. Ya'ni ma'lum bir vaqt belgilab, men Windowsning ichidagi ma'lum bir ijro hujjatini, xohlagan bir ijro hujjatini qo'zg'atay. Yoki kart bo'lsin, yoki xat yozish taxtasi bo'lsin, yoki hisoblash mashinasi bo'lsin, xohlagan birsini qo'zg'ataymish yani. Qarasam, men o'yinning ichida kart var ekan, men mush kartni qo'zg'atishni belgilab beray. Ya'ni text boxning ichiga kirgizgan vaqtimga asosan kartni qo'zg'atib bersin, soat manchida qo'zg'atib ber deb. Yoki bo'lmasa ovoz naqshini qo'zg'atib qo'yib bersin degandek mushundaq bir programmani ishlasak, mush misolni ko'p ishlatamiz. Talab menga text boxning ichiga mush soatning vaqtini kirgizgan vaqtida, masalan soat manchidan mancha minut, mancha sekund o'tgan vaqtida deganni to'liq kirgizgan vaqtimda ondan keyin soat qo'zg'ildigan shunday bir program yozib bersin demoqchi bo'lsam. Soatni tanladim, soatni tanlab birinchi bo'lib buningki intervalni men qilib belgilab qo'ydim. Men qilib belgilab qo'ygandan keyin buningki enablesini, ya'ni ishlash altini yolg'on qilib belgilab qo'ydim. Belgilab qo'ygandan keyin bu soatni mushak ep bo'lgan bo'ldim. Endi text boxning ichidagi tekstniki hammasini o'chirib quruq qilib qo'ydim. Quruq qilib qo'ygandan keyin men mashaga soat kirgizmoqchi. Soat manchadan mancha minut, mancha sekund o'tganda deb jami 8 harfni, ya'ni 2 xonalik soat, cheket, qo'sh cheket. 2 xonalik minut, yana qo'sh cheket, 2 xonalik sekundni kirgizmoqchi. Mushuni to'liq kirgizgan vaqtimda mush soat qo'zg'alsin. Jami 8 xondan askan